Bu prujna bizni ham vaqtimizni bekordan o'tkazdi, ham 2 marta amortizator yetishlikka sabab bo'ldi. Bu 2 marta yetib solishimizga o'zimiz aybdormiz, ya'ni o'zimiz aybimiz bilan usta klient hech qachon ustaga bunga 2 marta yetib soldik degan niyatda 2 marta haq to'lamaydi, 1 marta haq to'lanadi. Bunda nima bo'ldi? Bu bir tomoni prujna sinib qolgan, ya'ni chap tomon prujna Damas'da. Buni yangi qo'yilgan, o'zimiz qo'yganmiz, ya'ni shogirdlar qo'yishgan, shogirdlar joni sog' bo'lsin. Boriga shu. Xullas kelam bunda xatolik nima bo'lgan? Yangi prujna qo'yilgan mahalla bular o'lchashmagan. Har bitta mashinaga o'lchash kerak. Bundan oldin jentrani xuddi shunaqa ko'tarib qo'yishgan, 2 marta amortizator olib solishganda o'shanda ham dars bo'lmabdi. Bu uchun ikkinchisi bo'lyapti. Buni albatta liboy mashinani qo'yishdan oldin prujna singandan keyin eskisini o'lchanadi. Mana o'lchanadigan bo'lsa 25,5, ya'ni 25,5 sm prujna. Yangini o'lchanadigan bo'lsa salkam 28 sm, 2 sm, 2,5 sm prujnamiz balandligi hisobiga bir tomoni baland, bir tomoni past bo'lib qolgan. Yo juft qo'yish kerak, yoki eskisini moslab qo'yib qo'yish kerak, yoki bo'lmasa rabochiy qo'yish kerak. Endi buni nima qilamiz? Buni ishlatib bo'ldik, magazin qayta olmaydi. Endi buni eskisiga moslagan holatda bitta ko'z kesib yuboriladi. Shu bilan masala hal. Shunday qilib shogirdlarga jo'natib bersizlar. Prujna albatta yangi qo'yilganda metrlardan o'lchab qo'yish tavsiya beraman. Nima qilamiz endi iloji 2 marta olib, 2 marta solib, shogirdlarga rahmat aytib qo'yamiz. Bunaqa videolarni, qiziq videolar yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, shunaqa yangi shogirdlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin.